Jiyanimda ko'nglimga tegmaydi deb gapirardi. Qarasam bo'lmaydim deb. Keyin Iroda opamni shu Instagramda oyim ko'rib qolganlar. Ulardagi otsivlarni ko'rib, mana shu yerga olib kelishga qaror qilganlar. Ikkinchi kelishimda уже effekt sezilgan, hammasi zo'r. Bu patsientim kelganlarida juda ham yuzlaridan xijolat bo'lib kelgandida, qarindoshlarim gapiryapti, o'rtoqlarim gapiryapti deb kelganlar, yuzlarida toshmalar bor edi. Eng sodda patsientimdan biri desam ham bo'ladi. Unaqa Instagramda effektlar bilan ham rasmga olishni unaqa bilmaylar ham. Lekin yuzlarida xijolat bo'lganlardan даже oylar yetardilar, ko'chaga chiqqisi kelmayapti deb menga sekin gapirib qo'ygandilar o'sha paytda. 7-8 marta protseduraga keldilar. Kelganlarida birinchi bu, конечно, laborator tekshiruvlarga yo'naltiramiz va menga muolajalarga qatnadilar. Hozirda ahvollari ideal holatda, shunaqa ko'rinishda. Hech qanaqa persona yo'q, Photoshop yo'q, ko'rganinglar hammasi haqiqat.